insonni farosati bo'lmasa bittada bo'lishi mumkin ekan. Kecha o'sha mehmonxonada dam olib o'tiribmiz. Bitta ayol kishi o'zidan o'zi shu obed vaqtida baqirib ketib qoldi. Qachon ovqatlarni qilib berasanlar? Men ovqatni tayyorlayapti. Qachondan beri kutsaman? Sizlar pul to'lab qo'yganman deb adaljiga qo'yatibdi. O'sha ofisdan tushuntiryapti, o'sha og'ir bosiqlik bilan. Hozir tayyor bo'ladi, что bugun klientlar ko'paydi, o'shaning uchun kun yo'qotgandek, hozir qilib beramiz deyapti. Yana uning ustiga baqirib yotibdi. Bu yerda qolganlar aytayapti, mana odam ko'p-ku, o'zi ko'rib turibsiz, sekin-sekin qilib berishyapti. Uch qolgan odamlarga ham baqirib yotibdi. Bu jamoatchilik odobi degan narsa bor, bunga zid narsa. Masalan, qolgan odamlar bilan umumiy joyda bo'lgandek, umuman kam odam bo'lganda ham bunaqa baqirish, bu sizning farosatsizligingizni, etika degan narsalarni bilmasligingizni, umuman tushunmasligingizni anglatadi. Agarda men mabodo o'sha mehmonxona o'sha vaqt egasi bo'lib qolganini bilasizlar, nima qilardim? Hammani oldi izza qilib o'sha baqirayotgan klient o'zini xodimlariga, masalan, xodimlariga bunaqa yomon qilayotgan o'sha bizani mehmonxonaga kelgan odam umuman chiqarib yuborgan bo'lardim. Mehmonxonadan bo'ldi, necha pul to'lagan bo'lsa hammasi kuydi deb turib, mehmonxonadan prosta chiqarib yuborardim, hammani oldi izza qilgan bo'lardim. Aslida nima qilgan bo'lardinglar? Izohlarda yozib qoldiringlar.